Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari. E'tiboringiz markazida Futbol maydoni kanali. Videolarimizni 90% odam obuna bo'lmasdan kuzatayotgan ekan. Sizlardan iltimos qilib qolamiz. Kanalimizga obuna bo'lib, videolarimizga like bosishingizni. Demak, biz boshladik. Turkiya Super Ligasi. Shomurodov gol urgan uchrashuvda ham Istanbul Başakşehir mag'lubiyatga uchradi. Turkiya Super Ligasining 12-turida Istanbul Başakşehir safarda Gençler Birligi bilan kuch sinashdi va 2-1 hisobda imkoniyatni boy berdi. Dastlab to'qnashuvning 35-daqiqasida Kelvin hisobni ochdi. Ikkinchi bo'limning 1-daqiqasidayoq terma jamoamiz sardori hisoblangan Eldor Shomurodov hisobni tenglashtirishga muvaffaq bo'ldi. Oradan 7 daqiqa o'tib, Mbaynang 11 metrlik jarima zarbasidan unumli foydalangan holda yana jamoasini oldinga olib chiqdi. Ma'lumot o'rnida Başakşehir 12 ta uchrashuvdan so'ng 13 ochko to'plagan holda 10-o'rinni band qilib turibdi. Navbatdagi uchrashuv esa 24-noyabr kuni Trabzonsporga qarshi bo'lib o'tadi. Eslatib o'tamiz, Shomurodov bugungi to'qnashuvdagi goli orqali to'purlar jadvaldagi peshqadamlikni mustahkamlab oldi. Hamyurtimizga omad tilab qolamiz. Bugungi dasturimiz shundan iborat edi. Video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bir dona like bosishingizni va kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.